Assalomu alaykum dehqon akalar. Yaxshimisizlar, sog'misizlar, salomatmisizlar hammanglar? Hayitlarni o'tkazib hammanglar dehqonchiliklar bilan charchamayapsizlarmi? Dehqon akalar jinday video qilayotgandim, Alloh roziligi uchun. Biyagomisga taruz ekamiz, xudo xolasa bu yil. Shunga biyagomislarni olib keldik, mana o'tgan yil kapani buzmagandik. Ashunday qo'yib qo'ydim mana. Xo'p, akajonlar, biyagomisda mana to'kib, erinmasdan qopidan to'kib, mana bu o'tgan yilgi haligi bizda do'st deyiladi, ko'proq men do'st deyman. Ektozin deb qo'yibdi mana. Shundan hasharotlarga-da bu. Bo'zayvoshi, sim qurti, tomirdan keladigan. Ashnaqalarga xo'p 10 ta qopga yarim kiloni polnistani sovuryapman 10 ta qopga. Aralashtirib qopga solib, mana qopga solib olib borib beraman. Nariyoqqa olib borib beraman. Ular solishadi. Xo'p, o'tgan yilgidek yana taruzlar yana o'tgan yilgidek uy ochiq olinadi. Mana 75, 80, 85 ham bor, 70 ham bor orasi taruzlarda. Mana shu ariq bo'lsa, mana ariqni o'rtasi mana ikki plyonka bo'ladi, mana ikki plyonka solinadi yana har doimgidek o'rta plyonka bo'ladi. Mana ariqchaga plyonka tushgandan keyin bu yopiladi. Shunaqa qilib xudo xolasa tarvuz ekishni boshladik. Bugungi chislo 2025-yil 4-aprel. O'tgan yili 11-aprelda ekkandik. Bu yil sal kech qolyapti. Xo'p, endi yana bitta narsa, men kim qanaqa ekadi bilmayman, mana mana yerda biyagomis bor. Biyagomis tashagandan keyin men jinday turpoq tashab qo'yaman. Ko'pchilik tashamaydi, men tashab qo'yaman. Kimga qanaqa. Jinday turpoq tashab qo'yaman, bunday qilib turib, mana shu yerga ekiladi. Bir bo'g'im mashinchicha qilib ekiladi, xudo xolasa inshaalloh. Albatta, bunday tayyor qilib olgandan keyin suv ochaman. Suv ochib iydiraman. Iygandan keyin sal loyi qolmaydi, loyi tugaydi. Ancha-muncha zaki qochib ketgandan keyin bemalol araqning ichida yurib, mana bu ekiladigan narsalar, joylar, yerlar anaqa loy bo'lmasdan qolgandan keyin urug'da qadab chiqaman. Albatta, urug'da uyitib, undirib ekaman. Bu yil xudo xolasa sayis ekyapman. O'tgan yil ham sayis ekkanman. Andijondan Yangi bozorni yo'ldan olib keldik. To'lanbay akamlar bilan. To'lanbay aka degan akaxon bor. Urug'ni menga olib berishdi ular. 60 sotikka ekyapman. O'tgan yil ham 60 sotikka ekkanman. 22 kiloga to'g'ri bo'lgan biyagomisga solingan joylar. Biyagomisga solinmagan joylar unaqa katta bo'lmagan. Keyin biyagomisga solingan joylar juda ham hosildor bo'lgan, kasallikka ham sal chidamli bo'lgan. Shunaqa biyagomisda foydasi bor ekan. Dehqon akalar, biyagomis solib ekkan ma'qul. Endi biyagomis men chiqaraman shekilli deb niyat qilib qo'ydim. Bu yil shu ashinga uni kapami yoniga go'ng tashab qo'ydim mana. Xudo xolasa ashinga shu biyagomis akalardan maslahat so'rab, shu yerga biyagomisga qilish uchun chuvalchang olib kelib solaman. Xudo xolasa inshaalloh bildan keyin o'zim chiqaraman. Biyagomis qopini 65 mingdan tortib 50 mingga to'g'ri oldim men. Ko'proq 50 mingdan bir akamiz bor, qo'shni akamizda bor ekan. Xo'p, shu akamiz berdi. Alloh rozi bo'lsin insondan ham. Shunaqa akajonlar. Xo'p. Qovun ham ekyapmiz. Narigi tarafga qovun va tarvuzdan keyin oshqovoq. Alloh nasib qilsa, xudo xolasa aloqada bo'lib turamiz. Videolarni boshladik, akalar duo qilib turasizlar. Qo'ldan kelgancha o'rgataveramiz. Lekin albatta biyagomisga ekinglar. Foydasi juda ham katta akalar. Maslahatim biyagomisga ekinglar. Bir chinidan solyapman, bir chinidan. Bir chinidan solinadi. Chuqurchoq qilib bir chinidan solinadi. Ko'chatni bilmayman, lekin urug' ekaman menda. Shuni aytib qo'yay, ko'chat bilmayman. Urug' ekaman, urug'ga mana qilib solib ustiga mana shu turgan holatda mayin turpoq tashaladi. Mana shu bir chinidan ozroq. Mana ko'mib qo'yiladi, biyagomisni ko'mib qo'yaman men. Ana shunday turdi. Endi buniga suv ochgandan keyin o'zi iyib zo'r bo'lib qorayib qoladi-da mana bu. Ana undan keyin ekib turib, plyonkani ashi zahoti yo'q, ashi kunga. Mana bugun ekdimmi shu arada. Ashi kuni plyonkani yopib yuboraman. Namat
o'zi tepchib chiroyli bo'lib 3-4 kun ichida zo'r bo'lib, bir chiroyli bo'lib chiqadi. Xudo xolasa inshaalloh o'tgan yiliga o'xshab. Akajonlar, mayli sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kommentariyaga qaranmasam, ming bor uzr akalar, kommentariya o'qolmasam. Sog' salomat bo'linglar, tinch bo'linglar. Duo qilinglar, dehqon akalar, duo qilinglar.